Assalomu alaykum. Fenoblog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, 2025-yil 18-dekabr holatida 2 kundan beri tinimsiz yomg'ir yog'ib turgan holatida Fenoblogdan qurilgan uyda qanday turganligini ko'rsatamiz. Keyin 5 dona temperatura o'lchaydigan olib kelganman, termometr olib kelganman. Ko'chani temperaturasi, ayvonning temperaturasi, uyda ichki xonalar temperaturasini bitta-bitta ko'rsatib chiqaman. Ko'pchilik talabiga binoan termometr qo'yib ko'rsating degani uchun ko'pchilik talabiga binoan hech kim ko'rsatmagan mana ma'lumotlarni ko'rsatib o'taman. Fenoblogdan uy qurib bo'lmaydi deyotganlar bizda mutaxassislar juda ko'p. Tashqi tomon temperatura necha bo'lgan vaqti, ko'chada gradus necha bo'lgan vaqti, ichkarida necha bo'lishi kerak. Hozir bitta-bitta kommentariya yozaverasiz mana. Suvlar yig'ilib turibdi. Hozir hovli tomonlarni ko'rsataman. Devorimiz qup-quruq turibdi. Даже fundament tagigacha suv bormagan. Bu tomon boyagi lach qilgan joyimiz ham zo'r holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin, suv umuman shimigani yo'q. Suv tegadi, oqib ketadi, suv tegadi, oqib ketmaydi. Oqib ketadi, suv shimimaydi. Mana endi graslarni ko'rsatib boshlaymiz. Ko'chdan mana suv realni yomg'ir yog'ib turibdi. Hozir ichkarini ham ko'rsataman. Havo sovuq. Hozir ko'chaning temperaturasi bu do'stlar. Deyarli 2,5 gradus. O'zi aslida -4 ko'rsatyapti yomg'ir yog'ib turganligi uchun. +2,5 gradus ko'cha. Ana endi mutaxassislar yozamiz. Bizda mutaxassis juda ko'p, bilaman. Ko'cha 2,5 gradus, 2 gradus bo'lgan vaqtda uyda ichining temperaturasi necha bo'lishi kerak? Ana endi mana ayvonning temperaturasini ko'rsatamiz. Hozir ayvon yopiq, oldagi akfa qo'yilgan, bu yog'i daraza qo'yilgan, shamol kiradigan, sovuq kiradigan joy deyarli yo'q. Darazani atkazlab olinmagan, o'sha yoqdan kiradi, boshqa sovuq kiradigan joy yo'q. Isitiladigan joy ham yo'q. Mana buning temperaturasini ko'ramiz. 10 gradusdan ozgina baland. 10 desak ham bo'ladi. 10,5, 11 ga yetmayapti baribir. Ayvonning ichi temperaturasi mana qizil chiziq yaxshi ko'rindingda. Ko'rishingiz mumkin. 10 gradus ekan. Teppa-teng 10 gradus. Ko'cha 2,5 gradus bo'lgan vaqtda ayvonning ichi 10 gradus bo'lib turibdi. Ana endi ko'cha 2,5 vaqtda uyda ichlari necha bo'ladi? Hozir ularni ham ko'rsatamiz. Odam yashash uchun necha bo'lishi kerak temperatura uyda ichi? Yozib ketaveramiz kommentariyaga. Mana hovlini polni suv bosgan. Ko'rishingiz mumkin. Polni o'sha 2 kundan beri tinimsiz mayda-mayda ham yog'yapti, jala ham quyib yotibdi. Hozir ham yog'ib turibdi. Mana ko'cha tomonlari ham zo'r turibdi. O'sha Fenoblogdan qurilgan uyimiz. Qanday bo'lsa shundayligicha turibdi. Yomg'ir, qorda nima bo'ladi deganlar uchun. Mana ayvonlarimiz qanday qurilgan bo'lsa, yozda qanday bo'lsa, hozir ham xuddi shunday turibdi, qishda ham. Mana endi uyda ichki temperaturalarini ko'rsatamiz. Uyga kirgandan yuzingizga shunday issiq uradi. Batareyalar qo'yilgan, uy qizdirilyapti. O'zidan o'zi qizib qolgani yo'q. Ko'pchilik shunga ham negativ bildirishi mumkin. O'zidan o'zi qizib qolmayapti. Batareyalar issiq, o'shaning hisobiga uy qizyapti. Mana yashashga yetadimi shu temperatura? Qaranglar mana. 23 gradus. Ko'chadan deyarli 20 gradus issiq uyda ichi. 23 gradus xullas. Mana shu zalimiz. Pol 23 gradus. Mana batareyadan uzoq joyga qo'ygan. Batareya bu yoqda bo'lsa, termometr bu tomonda. Ana endi mana bu xona, mehmonxonani ko'ramiz. Bu xona necha gradus? Bu xonaga ham e'tibor beramiz. Batareya bu boshda bo'lsa, batareya yaqin joyga qo'yganim yo'q. Mana bu boshiga qo'yganman. O'sha shunga ham negativ bildiradi-da, batareyani mana batareya oldiga qo'yib turib, sen issiqni ko'rsatyapsan ham deydi ko'pchilik. Bu xonamiz deyarli 25 gradus, 24,5 gradus. Bu zaldan ham issiq, bu xona yopiq turadi ko'proq. Fenoblogdan qurilgan, ko'rishingiz mumkin. Fenoblogdan uy qurib bo'lmaydi deganlar uchun tashab qo'yaveramiz videoni. Ichkarigi xonalarda bitta-bitta temperaturasini ko'rsatamiz. Hozir oshxonaning ham temperaturasini ko'ramiz. Qani necha gradus ekan oshxona ham. Xullas juda zo'r turibdi, mana uylarning ichi issiq. Rasxotini ham aytib o'tay. Ko'pchilik shuni ham so'raydi baribir. Gaz rasxoti o'rtacha bir kunda 13 ming so'mdan 15 ming so'mgacha bo'lyapti. Mana shu 10 talik batareyadan. Mana shu 10 talik batareya bitta deb hisoblaydigan bo'lsak, mana shu videoda ko'rinib turgan joy bitta bo'lsa, ana shu batareyadan 10 ta qo'yilgan. Bu yerga o'sha 10 talikdan 3 ta qo'yilgan, 30 ta batareya qo'yilgan. O'shaning hisobiga uylarimiz issiq. Batareyadan ekonom qilinmagan. Ko'pchilik yetarli miqdorda qizdirib bilmagandan keyin sovuq ham deyotgan bo'lishi mumkin, qizimayapti deyotgan bo'lishi mumkin. Mana oshxonaning temperaturasi. Bu ham 24 gradus. Deyarli uylar 23 gradus, 24 gradus, 25 gradus. Bir xil temperatura degani u. Bir-biridan farq qilgani yo'q.
Ko'rishingiz mumkin. Mana zal, oshxona hammasi qurilgan xolos. Penoblokdan nima qurish kerak bo'lsa qurilgan. Mana ko'cha tomonlar. Loy mana katel yonib turibdi. Mana shu katel qizdiryapti uyni polni. Mana shu katel polni uyni qizdiryapti. Ko'cha sovuq, penobloklarimiz bor. Yomg'ir qorlarda turibdi. Hozir penoblokda ham ayvondan chiqib yurib borib, ko'cha tomonlarni ham ko'rsatamiz penoblok. Videoni uzmasdan. Videoga layklar bosib qo'yamiz do'stlar. Layklarni bosib qo'yaveramiz. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna tugmachasini bosib qo'yamiz. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming so'm joyda yuklab berayotgan penobloklarimiz. Mana shunday yomg'ir bo'lishiga qaramasdan 2-3 kundan keyin bemalol penobloklarni yuklaversa bo'ladi. Hech qanday muammo qilmaydi. Yomg'irdan oldin ham bir joyga borib, yomg'ir yog'masidan 1 kun oldin, ya'ni kechadan oldin kun, kecha boshlagan bo'lsa yomg'ir, kecha bugun polni yog'yapti tinimsiz. Tom shuvoq ham qilib keldik penadan. O'sha penoblok mahsulotdan tom shuvoq. Mana latoklarimiz turibdi yomg'irda, hech qanday sifatini yo'qotgani yo'q. Tumbalarimiz latok deyman, latoklarimiz mana shu holatida ham zo'r turadi bular. Zo'r holatda turibdi. Faqat ustidagilarigina suvni shimiydi, tamom. Mana bu ho'lg'ichlarimiz. Suvni umuman shimimaydi ho'lg'ichlarimiz. Qurigan qishda suv shimiydi. Mana ustida suv bilan turibdi bularda. Mana oyoq taylari polni suv bo'lib ketgan. Bu qishdan taydan polni suv yuriydi. Gipsimizga suv tegmasa hisob. Bu tomonlar mana uje ko'lmak yig'ilib boshlagan penobloklarni tayida. Penobloklar suv ichida turibdi. O'tgan yil ham bu videolarni, bunaqa videolarni ko'p chiqarganman. Suv ichida turgan penobloklar, mana ular polni suv. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu 25-yil 18-dekabr holatidagi. Hali suv yig'ilmagan, o'tgan yil bundan ham ko'p suv bor edi tayida. Hali yana bu turish yog'aversa 2-3 kun yomg'ir ko'rsatmay yig'ilib ketadi suv. Havo sovuq. Mana ustlari muzlagan, suv tekkan ustlari muzlagan qishda. Qishlarda ustlari muzlagan, havo sovuq ekan. 2,5 gradus emas, deyarli minusda turibdi havo. Xullas mana shunday ho'lg'ichlarimiz, qurigan g'ishlarimiz ham bor. Chala qurigan ular. Yuklashimiz kerak edi. Yana endi 2-3 kun ortga suriladi yuklashimiz. Mana muzini ko'rsatishim mumkin. Bu ochiqlikda, shamolda turgan joy. Realni ko'rsataman hammasini. Men hech narsani yoshirmayman. Muzlasa ham g'ishimiz sifatini hech qanday yo'qotmaydi. Tajribadan o'tgan necha martalab. Mana bu tomonda mana qurigan g'ishlarimizni ustlari ho'l bo'lib qoldi yana. Bularni yuklashimiz kerak edi. Ustlari ho'l bo'lib qoldi yana. Ko'rishingiz mumkin, zo'r holatda turibdi. Mana bu tomonda ham yangi chiqqan g'ishlarimiz ham bor edi. Xullas, muzni ko'rsataman, qaranglar. Bu yoqda muz ko'p, mana havo juda sovuq ekan. 2,5 gradus ko'rsatdi boya, termometrlarni hali yangi qo'ygan edim, shuning uchun mana muz oqib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Bu ochiqlik bo'lgani uchunmi, ochiqlikda sovuq bo'lishi mumkin. G'ishlar sifatini hech qanday yo'qotmaydi. Mana muzlab qolgan. Mana ustilar pon muzli, mana tomchilar pon muz bular. Mana bular qurigan tomonlari. Zo'r turibdi, shuncha yomg'ir bo'lishiga qaramasdan. Mana shularni ham ustidan polni yomg'ir tushgan. Taylari juda loy bo'lib qolgan hammasi. Xullas mana shunday do'stlar, g'ishlarni ko'rsatdim. Uyning ichini temperaturalarini, ko'cha temperaturalarini hammasini ko'rsatib o'tdim. Videomiz yoqgan bo'lsa layklarni bosamiz. Kommentariyada mutaxassislar ko'p bilaman, o'z fikrlaringizni yozib qoldiraverasizlar. O'sha gradus bo'yicha. Ko'cha nechi bo'lgan vaqtda, ichkari nechi gradus bo'lishi kerak, yashashga yaroqli bo'lish uchun. O'shalarni yozaverasizlar.